Bugun men pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. 15 sentyabrgacha ayrim pensionerlarga berilishi kerak bo'lgan summalar yangi ro'yxatga kiritish tartibi. Kim pul olishi mumkin, kim kutmasligi kerak. Va eng asosiysi, o'z haqqingizni yo'qotib qo'ymaslik uchun hozir nima qilish kerak? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner ota-ona, bobo, buvi yoki nogironlik pensiyasi oluvchi yaqin inson bor. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring, hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday yangiliklar ko'pincha vaqtda bilgan odamga foyda beradi. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Yangi ro'yxat deganda nimani tushunish kerak? 15 sentyabrgacha qaysi summalar berilishi mumkin? Nega ayrim odamlar pulni vaqtida oladi, ayrimlar esa kutib qoladi? Va qaysi xatolar sababli pensionerning puli kechikishi yoki umuman hisobga tushmay qolishi mumkin? Men bu masalani shunchaki umumiy gap bilan emas, amaliy misollar, hujjatlar, murojaat tartibi va ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan nozik jihatlar bilan izohlab beraman. Avval qanday edi? Ilgari ko'p pensionerlar o'ziga tegishli to'lovlar bo'yicha alohida murojaat qilmasdan faqat pensiya kunini kutardi. Pensiya belgilangan sanda karta orqali yoki naqd shaklda berilar edi. Agar qo'shimcha to'lov, kompensatsiya, qayta hisoblash yoki yetib kelmagan summa bo'lsa, ko'pchilik buni faqat keyingi oy bilardi. Ayrim hollarda esa odamlar umuman bilmay qolardi. Chunki menga shuncha tushibdi, demak shu ekan deb o'ylardi. Hozir esa vaziyat biroz boshqacha. Pensiya va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar ko'proq elektron bazalar orqali tekshirilmoqda. Pensionerning yashash joyi, bank kartasi, pasport ma'lumoti, nogironlik guruhi, mehnat staji, oldingi oylardagi qarzdorlik yoki ortiqcha ushlab qo'lingan summa kabi ma'lumotlar bazada solishtiriladi. Shuning uchun yangi ro'yxat deganda odatda to'lov olish kerak bo'lgan shaxslar ro'yxatini yangilash, ma'lumotlarni qayta tekshirish yoki ayrim pensionerlarni qo'shimcha hisob-kitobga kiritish nazarda tutiladi. Men bu yerda juda muhim narsani alohida aytaman. Har qanday pul to'lovi faqat rasmiy asos bo'lganda beriladi. Ya'ni kimdir hamma pensionerlarga falon summa tarqatilar ekan desa, buni darhol haqiqat deb qabul qilmaslik kerak. Siz doim pensiya jamg'armasi, mahalla, bank yoki rasmiy davlat xizmatlari orqali aniqlashtirishingiz kerak. Lekin shu bilan birga o'z vaqtida tekshirmagan odam haqiqatan ham o'ziga tegishli pulni kech olishi mumkin. Muammo mana shunda. Asosiy o'zgarish ko'p holatlarda pensionerning pul olishi faqat pensiya tayinlanganiga emas, balki ma'lumotlar to'g'ri kiritilganiga ham bog'liq bo'lib qoldi. Masalan, pasport yangilangan, lekin bankdagi ma'lumot eskicha qolgan bo'lishi mumkin. Yoki pensioner boshqa tumanga ko'chgan. Lekin pensiya hujjati eski manzil bo'yicha turibdi. Yoki nogironlik muddati uzaytirilgan. Ammo bu ma'lumot pensiya bazasiga vaqtida tushmagan. Mana shunday oddiy ko'ringan narsalar sababli qo'shimcha summa kechikadi. 10 sentyabrgacha degan muddat ham odamlarni befarq qoldirmasligi kerak. Chunki odatda ma'lum bir sanagacha ro'yxat shakllantirilsa, undan keyin to'lovlar bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Kimning hujjati to'liq bo'lsa, kimning kartasi faol bo'lsa, kimning ma'lumoti bazada to'g'ri ko'rinsa, o'sha odamlar birinchi navbatda pulini oladi. Kimda xato bo'lsa, uning ishi qo'shimcha tekshiruvga tushishi mumkin. Shu sababli men har doim pensionerlarga va ularning farzandlariga aytaman. Pul tushishini kutib o'tirmang, avval ma'lumotni tekshiring. Birinchi navbatda yoshga doir pensiya oluvchilar e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, otaxon har oy 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Oldingi oyda unga qayta hisoblash bo'yicha 170 ming so'm qo'shimcha chiqishi kerak bo'lgan, lekin karta ma'lumoti eskirgani uchun bu summa asosiy pensiya bilan birga tushmagan. Agar u bankdan yoki pensiya jamg'armasidan so'ramasa, shunaqa ekan deb yuraverishi mumkin. Aslida esa uning nomida alohida hisob-kitob turgan bo'lishi ehtimoli bor. Ikkinchi toifa nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu yerda muddatlar juda muhim. Nogironlik guruhi belgilangan muddatga ega bo'lishi mumkin. Agar tibbiy mehnat ekspert komissiyasi qarori yangilangan bo'lsa-yu, bu ma'lumot vaqtida tizimga kiritilmagan bo'lsa, to'lov to'xtab turishi yoki kamayib ko'rinishi mumkin. Misol uchun, ayol kishi 2 guruh nogironligi bo'yicha har oy nafaqa oladi. Uning hujjati avgustda yangilangan, lekin sentyabr boshida bazada eski muddat ko'rinib turgan. Natijada u 15 sentyabrgacha shakllanadigan ro'yxatga avtomatik kirmasligi mumkin.
Bunday vaziyatda o'zi tushadi deb kutish xavfli. Uchinchi toifa boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya oluvchilar. Bu toifadagi to'lovlarda bolalarning yoshi, o'qishi, hujjat muddati, oilaviy holat kabi ma'lumotlar muhim bo'ladi. Masalan, 35 yoshdan oshgan farzand kunduzgi bo'limda o'qiyotgan bo'lsa, ayrim to'lovlar davom etishi mumkin. Lekin o'qish joyidan ma'lumotnoma o'z vaqtida topshirilmasa, ro'yxatda uzilish yuz beradi. Bu oddiy bir qog'oz tufayli oila 1 oy yoki 2 oy kutib qolishi mumkin degani. 4-toifa pensiyasini naqd shaklda oladiganlar. Ba'zi hududlarda pensionerlar hali ham kartaga emas, naqd pulga o'rganib qolgan. Naqd to'lovlarda tarqatish jadvali, pochta yoki vakolatli tashkilotning kelish vaqti, pensionerning uyda bo'lishi kabi omillar bor. Agar pensioner o'sha kuni uyda bo'lmasa, pul keyinroq berilishi mumkin. Lekin qo'shimcha summa bo'lsa, uni alohida so'rab tekshirish kerak bo'ladi. Chunki asosiy pensiya berilib. Qo'shimcha hisob-kitob alohida sanada kelishi mumkin. Agar pensionerning pensiyasi har oy muntazam tushayotgan bo'lsa, bank kartasi faol bo'lsa, pasport ma'lumoti yangilangan bo'lsa, yashash manzili o'zgarmagan bo'lsa, nogironlik yoki boshqa hujjatlar muddati tugamagan bo'lsa, bunday odamlar odatda ortiqcha xavotir olmasligi mumkin. Lekin xavotir olmaslik degani umuman tekshirmaslik degani emas. Men kamida bir marta bank ilovasidan yoki bankomatdan tushum tarixini ko'rishni, iloji bo'lsa pensiya jamg'armasi bo'limidan o'z hisob-kitobingizni aniqlashtirishni tavsiya qilaman. Masalan, pensioner har oy 1.500.000 so'm oladi. Sentyabr oyida ham aynan shu summa tushdi. Lekin unga indeksatsiya, qayta hisoblash yoki oldingi davrdan qolgan farq tegishli bo'lishi mumkin. Agar u faqat umumiy summaga qarasa, qo'shimcha 70.000 yoki 20.000 so'm masalasini ko'rmay qoladi. Katta summa bo'lmasa ham bu pensionerning o'z puli. Dori-darmon, yo'l haqi, oziq-ovqat narxini hisobga olsak, hatto 1000 so'm ham odamga yordam beradi. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashovchi pensioner har oy 20.000 so'm oladi. Avgust oyida uning mehnat staji bo'yicha qayta hisoblash arizasi ko'rib chiqilgan va pensiyasiga 95.000 so'm qo'shimcha qo'lishi kerak bo'lgan. Sentyabr oyida unga 1.195.000 so'm tushishi kerak. Lekin bank kartasi muddati tugagan bo'lsa, asosiy to'lov ham, qo'shimcha farq ham kechikishi mumkin. Bu holatda ayb tizimda emas, avvalo karta ma'lumotini yangilamaganlikda bo'lishi mumkin. Ikkinchi misol. Samarqandda yashovchi onaxon iyul oyida yangi pasport olgan. Eski pasport raqami pensiya bazasida qolgan. Bankdagi hisob raqami esa yangi pasport bilan bog'lanmagan. Natijada to'lov qaytarilishi yoki tekshiruvda turib qolishi mumkin. Onaxon buni bilmay, nega menga pul tushmadi deb bankka boradi. Bank pensiya jamg'armasiga yuboradi. Pensiya jamg'armasi esa ma'lumot yangilash kerakligini aytadi. Agar bu ish 11 sentyabrgacha qilinsa, u ro'yxatga to'g'ri kiritilishi va pulini vaqtida olishi ehtimoli yuqori bo'ladi. Uchinchi misol. Qashqadaryoda bir oilada boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bor. Farzand kollej yoki universitetda kunduzgi bo'limda o'qiyapti. Lekin o'qish joyidan ma'lumotnoma sentyabr boshida hali olinmagan. Bu hujjat bo'lmasa, tizim farzand 28 yoshdan oshgan, to'lov davom etishi tasdiqlanmagan deb ko'rishi mumkin. Natijada oilaning ro'yxatdagi holati noaniq bo'lib qoladi. Bunday vaziyatda ota-ona yoki vasiy darhol o'qish joyidan ma'lumotnoma olib, tegishli idoraga topshirishi kerak. 4-misol. Nogironlik nafaqasi oluvchi fuqaro tibbiy ko'rikdan o'tgan, lekin qaror nusxasi qo'lida yo'q. U komissiya o'zi yuboradi deb o'ylaydi. Ko'p hollarda elektron almashinuv bor, lekin texnik kechikish, noto'g'ri kiritilgan ma'lumot yoki familiyadagi bitta harf xatosi ham muammo tug'diradi. Shuning uchun men doim aytaman, hujjatning nusxasini oling, sanasini yozib qo'ying, qaysi idoraga topshirganingizni biling. Endi istisnolar haqida gaplashamiz. Har bir pensioner ham qo'shimcha summa oladi deb o'ylash noto'g'ri. Qo'shimcha to'lovlar odatda aniq sababga bog'liq bo'ladi. Qayta hisoblash, indeksatsiya, oldingi oy uchun yetmagan farq, qonuniy imtiyoz, nogironlik guruhi bo'yicha o'zgarish, boquvchisini yo'qotganlik hujjatlarining tasdiqlanishi yoki boshqa rasmiy asos. Agar bunday asos bo'lmasa, faqat yangi ro'yxat chiqibdi degan gap bilan pul berilmaydi. Yana bir nozik jihat, ayrim pensionerlar pensiyasidan ushlab qolish bo'lishi mumkin. Masalan, oldin ortiqcha to'lov qilingan bo'lsa, keyingi oyda ma'lum qismi ushlab qolinadi yoki aliment qarzdorlik ijro hujjati bo'lishi mumkin. Pensioner menga kam tushdi deb o'ylaydi.
lekin aslida pulning bir qismi qonuniy asosda ushlangan bo'lishi mumkin. Bunday holatda bankdan umumiy tushumni ko'rish yetmaydi. Aynan pensiya hisob kitob varag'ini so'rash kerak. Yana bir muammo telefon orqali keladigan yolg'on xabarlar. Siz yangi ro'yxatga tushgansiz, kartangizga pul o'tkazamiz. Kodni ayting degan firibgarliklar ko'p. Men mutaxassis sifatida qat'iy aytaman. Hech qachon SMS kodni, bank kartangizning to'liq raqamini, amal qilish muddatini, CVV kodini begona odamga aytmang. Davlat idorasi yoki bank xodimi sizdan telefon orqali maxfiy kod so'ramaydi. Agar kimdir shunday qilsa, bu juda katta xavf belgisi. Yana bir istisno, vaqtincha chet elda bo'lgan pensionerlar bilan bog'liq. Agar pensioner uzoq muddat boshqa davlatda bo'lsa, ayrim holatlarda uning tirikligi, yashash holati, vakil orqali hujjat topshirish tartibi so'ralishi mumkin. Bu masalani oldindan aniqlashtirmagan odamning to'lovi tekshiruvga tushish ehtimoli bor. Ayniqsa pensiyani ishonchnomasi orqali oladiganlar ishonchnomasi muddat tugamaganini tekshirish kerak. Yashash joyi o'zgargan pensionerlar ham alohida e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, odam Farg'onadan Toshkentga ko'chib kelgan, lekin pensiya hujjati eski tumanda turibdi. U yangi manzilda bank kartasini ochgan, lekin pensiya o'tkazish ishlari to'liq yakunlanmagan. Bu holatda umdisi sentyabrgacha shakllanadigan to'lov ro'yxatida chalkashlik bo'lishi mumkin. Shuning uchun ko'chgan pensionerlar propiska o'zgardi. Demak, hammasi avtomatik bo'ladi deb o'ylamasligi kerak. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, pensionerning hujjatlarini tekshiring. Pasport yoki ID karta amaldami? Familiya, ism, tug'ilgan sana to'g'rimi? Bank kartasi muddat tugamaganmi? Karta bloklanmaganmi? Telefon raqam bankka to'g'ri ulanganmi? Shularni birma-bir ko'rib chiqing. Ko'p muammo aynan mana shu oddiy joylardan chiqadi. Ikkinchi qadam, pensiya tushumini tekshiring. Bank ilovasi bo'lsa, oxirgi 3 oy tushumlarini ko'ring. Ilova bo'lmasa, bankomatdan buni ko'chirma oling yoki bank filialiga boring. Siz faqat pul tushdimi deb emas, qaysi sanada qancha, izohida nima yozilgan deb qarashingiz kerak. Chunki ayrim hollarda asosiy pensiya alohida, qo'shimcha to'lov alohida tushadi. Agar bir kunda tushmasa, bu hali pul yo'q degani emas, lekin tekshirish kerak. Uchinchi qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda aniq gapiring. Mening pensiyam bo'yicha 15 sentyabrgacha shakllanadigan to'lov ro'yxatida holatimni tekshirib berishingizni so'rayman. Qayta hisoblash, qo'shimcha to'lov yoki ushlab qolish bor yo'qligini yozma yoki aniq og'zaki tartibda tushuntirib berishingizni so'rayman. Agar imkon bo'lsa, murojaatni yozma shaklida qoldiring yoki elektron murojaat yuboring. Og'zaki aytilgan gap esdan chiqishi mumkin. Yozma murojaat esa iz qoldiradi. 4-qadam, hujjatlar ro'yxatini tayyorlang. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar ID karta yoki pasport, bank karta rekvizitlari. Pensiya guvohnomasi bo'lsa, uning nusxasi, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar, o'qish joyidan ma'lumotnoma, mehnat daftarchasi yoki stajni tasdiqlovchi hujjatlar. Yashash manzili bo'yicha ma'lumot. Har bir holatda hammasi kerak bo'lmasligi mumkin, lekin tayyor bo'lsa, idora yurish kamayadi. 5-qadam, agar pensionerning o'zi bora olmasa, yaqin qarindoshi yordam bersin. Lekin bu yerda ishonchnoma masalasini unutmang. Ayrim ma'lumotlarni faqat pensionerning o'ziga yoki qonuniy vakiliga berishadi. Shuning uchun farzandi borib, onamning pensiyasini ayting desa. Ba'zi idoralar ma'lumot bermasligi mumkin. Oldindan telefon qilib, qanday hujjat bilan borish kerakligini so'rab oling. 6-qadam, mahalla bilan ham bog'laning. Ayrim ijtimoiy to'lovlar, yordam pullari, ro'yxatga olish yoki ehtiyojmandlikni aniqlashda mahalla ma'lumoti muhim bo'lishi mumkin. Lekin men bir narsani aniq aytaman. Pensiya bilan ijtimoiy yordamni adashtirmang. Pensiya mehnat staji, yosh, nogironlik yoki qonuniy asos bo'yicha beriladi. Ijtimoiy yordam esa oilaning ahvoli, daromadi, ehtiyoji bo'yicha alohida ko'rib chiqiladi. Shuning uchun qo'shnim oldi. Men ham olishim kerak degan yondashuv har doim ham to'g'ri emas. 7-qadam, barcha murojaat sanalarini yozib boring. Qaysi kuni bankka bordingiz? Kim bilan gaplashdingiz? Pensiya jamg'armasiga qachon murojaat qildingiz? Qanday javob oldingiz? Hujjatni qachon topshirdingiz? Bularni oddiy daftar yoki telefon eslatmasiga yozing. Agar keyin nizo chiqsa, men borgan edim deyishdan ko'ra, aniq sana va hujjat bilan gapirish kuchliroq bo'ladi. Birinchi xato, faqat mishmishga ishonish. Telegramda yoki qo'shnilar orasida
hamma pensionerga pul berilar ekan degan gap tarqalsa, odamlar darhol kutishni boshlaydi. Lekin rasmiy asos bo'lmasa, bunday gap odamni chalg'itadi. Siz avvalo o'zingizning holatingizni tekshirishingiz kerak. Sizga qayta hisoblash bormi? Hujjatingiz to'liqmi? Ro'yxatda bormisiz? Qarzdorlik yoki ushlab qolish yo'qmi? Ikkinchi xato, karta muammosini pensiya muammosi deb o'ylash. Ba'zida pul pensiya jamg'armasi tomonidan chiqarilgan bo'ladi. Lekin bank kartasi bloklangan, muddati tugagan yoki hisob raqami yopilgan bo'ladi. Pensioner esa davlat bermadi deb o'ylaydi. Shuning uchun tekshiruvni ikki tomondan qiling. Bankdan ham, pensiya jamg'armasidan ham. Uchinchi xato, hujjatni oxirgi kunga qoldirish. Agar 20 sentyabrgacha ro'yxat aniqlanishi kerak bo'lsa, o'rda sentyabr kuni hujjat ko'tarib borish kech bo'lishi mumkin. Chunki hujjat qabul qilinadi, tekshiriladi, tizimga kiritiladi, tasdiqlanadi. Bu jarayon bir necha kun vaqt olishi mumkin. Shuning uchun bunday masalada erta harakat qilgan odam yutadi. To'rtinchi xato, yozma javob so'ramaslik. Og'zaki gap bilan muammo hal bo'lsa yaxshi, lekin hal bo'lmasa, sizda dalil qolmaydi. Agar pul tushmagan bo'lsa, sababini yozma tushuntirishni so'rashdan tortinmang. Bu janjal qilish degani emas. Bu o'z huquqingizni tartibli va qonuniy himoya qilish degani. 5-xato, firibgarlarga ishonish. Pensionerlar ko'pincha ishonuvchan bo'ladi. Men pensiya bo'limidanman. Sizga qo'shimcha pul chiqdi. Kartangizni tasdiqlab bering degan qo'ng'iroqlar bo'lishi mumkin. Men yana takrorlayman, SMS kodni hech kimga aytmang. Karta orqasidagi raqamni bermang. Bank ilovasiga begona odam aytgan havola orqali kirmang. Qo'shimcha pul olish uchun maxfiy kod berish talab qilinmaydi. Agar 20 sentyabrgacha yoki belgilangan muddatdan keyin siz kutgan summa tushmasa, birinchi ish bankdan tushum holatini oling. Pul umuman kelmaganmi yoki kelib qaytganmi, shuni aniqlang. Ikkinchi ish, pensiya jamg'armasiga boring yoki rasmiy aloqa kanali orqali murojaat qiling. Menga pul tushmadi deb umumiy gapirmang. Aniq ayting. Falon oy uchun pensiyam, qo'shimcha to'lovim yoki qayta hisoblash farqim bo'yicha ma'lumot berishingizni so'rayman. Agar javobda hujjat yetishmaydi deyilsa, qaysi hujjat yetishmasligini yozdirib oling. Agar ro'yxat yo'qsiz deyilsa, nima sababdan yo'qligingizni so'rang. Agar bankdan qaytgan deyilsa, bank rekvizitlarini yangilang. Agar tekshiruvda deyilsa, tekshiruv muddati va mas'ul bo'limni aniqlang. Siz qancha aniq savol bersangiz, muammo shuncha tez yechiladi. Agar pensionerning sog'lig'i yomon bo'lsa, farzandlari bu ishni o'z zimmasiga olish kerak. Ota-onamiz ko'pincha mayli, keyin olarman deb yuradi. Lekin hujjat o'z vaqtida topshirilmasa, to'lov kechikadi, keyin uni tiklash uchun yana ko'proq yugurish kerak bo'ladi. Shuning uchun men farzandlarga alohida murojaat qilaman. Ota-onangizning pensiya kartasini, hujjat muddatini, tushum tarixini tekshirib qo'ying. Bu katta yordam. Xulosa qilib aytsam, 11 sentyabrgacha pensionerlar bo'yicha shakllanadigan har qanday ro'yxat yoki to'lov masalasida eng muhim narsa o'z holatingizni aniq tekshirishdir. Hamma bir xil pul oladi deb o'ylamang. Kimning hujjati to'g'ri, kartasi faol, ma'lumoti bazada aniq, qo'shimcha to'lovga asosi bor bo'lsa, o'sha odam o'z pulini vaqtida olishi mumkin. Kim hujjatni kechiktirsa yoki tekshirmasa, pul kechikish ehtimoli oshadi. Men sizga tavsiya qiladigan eng asosiy harakatlar. Bank kartangizni tekshiring. Pensiya tushumlarini ko'ring. Pensiya jamg'armasidan hisob kitobni aniqlashtiring. Kerakli hujjatlarni tayyorlang, firibgarlarga ishonmang, murojaatlaringizni yozib boring. Bu oddiy qadamlar sizni ko'p asabiylikdan, ortiqcha navbatdan va pul kechikishdan saqlaydi. Sizning hududingizda pensionerlarga qo'shimcha summa, qayta hisoblash yoki yangi ro'yxat bo'yicha qanday xabarlar aytilyapti? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalar ham foydali ma'lumot olsin. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, ijtimoiy yordam va to'lovlar bo'yicha eng muhim yangiliklarni oddiy tilda tushuntirishda davom etaman.